Rahmat, Ababekirga rahmat. Elijonniki shu uskunlarga singdirgan ajriga rahmat. Yana bir qatim olqish. Rahmat. Endi sanab boqsam, Elijon shu naqshini to'kilib qanday yetisham-da. Bir naqsha bir yumur deb poyit qo'yibdiman. Tövende shu bir etosman yumurni aytiplash hamini biraqla, tanlashtirib olay. Aziz do'stlar, biladi. Men Qumul televiziya stansiyasidan xizmat ehtiyoji bilan Urumchiga chiqib, bir programmaga riyosatchilik qildim-da. Shu program orqali nurg'un yumurni egilladim. Biz bunchalik so'zlayolmayman. O programning ismi Shodliq minutlari programmasi. Buningda shu bir yumur, bir tepishmoq shunda qizg'inda. Men poatma uyadim endi. Poatma so'maydi. Har qanday telefonlarni o'rinlashga hozirman. Aziz do'stlar, bizning qiziqlaniylik telefonimiz echitildi. 250 0330 250 0330 deyishimga bir kun bir telefon keldi-ku. Assalomu alaykum. Telefoningiz ulandi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Desem jim, bir yerda bir bo'ronning ovozi bor. Bu to'qsindiryapam nima? Shuna bilan assalomu alaykum. Biz boshqalarga ulib yetaman. Telefoningizni uzib yetaman deyishimga voy dedi. Zurkimi dedi. Men G'ayrat Osman Zurki to'g'ri desam, "Ey, meni qutqizib ol qara. Men boylik izlayman deb soyliqda qoldim. Moguychang ya janubni bilmayman, ya sharqni bilmayman. Ey, kompas elib olmaganmi? Voy elvag'am qarsam piqri urdi bu kompasma. Qanday qilishni uqmayapti, meni qutqizib ol deb. Qanday qutqizma desam, "Ey, Mushu ma'naviy oziq degan hammadan muhim. Mushu g'arb sayat naqshivoqo shuni etmasang men sukunday taqlab chiqib olay. Bumizmi o'l qolma bu yerda. To'xtamishdek ish bilanma yetim qoldi. Xotinniga olur birsa ashuga dedi. Unda dema, hozir nimkash uylarning ba'zi yuqirdi. Ya o nimkash emas, japakesh dedi. Anda olsa men qanday qilsam bo'ldi? Shuni etmamsam bo'lmaydi deb. Hamda bu Uyg'ur chastotda buni o'zlashtirib etbiray. Anda vaqtni ching tutib, yerda chiqib olsam. Ma'qul tez bo'ldi. Boshladim-da. Sharqdan yiroq g'arib kam yo'lga chiqdik safarga mushkilatni yengdik biz o'shiyar turib dar qamda Manziliniz qayon kun petish tomon manziliniz qayon kun petish tomon Ne görürüz? Elican Aksop'un keçinin ya. Ne gül varsa muhabbet sorap yürüydü Elican mı? Deli özü. Onun keçiliği bu vatıdı. Basa kubarayla lekin bu şu kumuluk yegen degen birden aramayla bulaylı çoğu. Onda degine bilen hazır tamaş başlayıp gitti. Tez bol, tez bağaylı. Basa kubarayla lekin ustazlık dep koyaylı. Demesek mi buldu? Berip ustazga telefon kılıp etimiz. Yürü. Mağayla. Amitaba. Nemege kalıp kalavatısın. Neme kalıbı bu?
ustoz, elki Elijon naqshkechilik qilgan shu yerga borgandiq. Ha, Elijonning-mi? Unda bo'lsa menmi boray? Ustoz, unda naqshkechiligida sizga nima bor? Chunki davr almashdi. Men u yerga berib Naqsh usul ömügining boshlig'i Jalil Osmon bilan ko'rishay deyman. Nemishqa? Men mush zal yarab qoldi. Ha? Sizmi naqshkechiligi qilaydi otamlar? Yo'q, unda emas. Men berib o zalni elib leksiya so'zlayman. Leksiya? Leksiya so'zlamish. Ustoz, nima leksiya so'zlaylar? Xonim qizlar dasturi. Bu yarashqidak. Ustoz, andaqsi mangayli. Amitaba. Men yana ati baray. Mehmonlar ko'p bo'lib kelsa 5 aylanib ketadi. Unda qo'sa, baji, biz berib kelaylik. Yura. Mangaylamsa, mangayli. Amitaba, baji, sen qap qol. Nemishqa? Unda yaxshi o'rinda qap qolsam qanday bo'ldi? Elijonga ben o'qigan qizlarni o'zim ko'rib olaman. Jinni qas chaptolda, bajini qasda oldinda deb, sening demaydigan gaping yo'q. Demisimi, men bo'lsam qanday bo'ladi? Ishimizni chavoqchalaman, ha? Ondas mangayli. Amitaba, sizlar bilmaysizlar. Baji, hozir vaziyat keskin. Sening zukuming hamma yerga tarab ketdi. Demisimi, cho'shqi zukumi tarab ketdi. Sen qap qol. Ishimizni mask tatib olaman. Sening tumshug'ingga kagdek maska olmasa, Onsa qanday qilaman ustoz? Amitaba. Bakli bog'ing kep ketgan bo'lsa, Talla bozoridan bir shapoq setib olasiz. Rahmat. Rahmat do'stlar, rahmat.